Kecha uchrashgan blogerim menga sovg'a berdi. Topinglarchi, nima sovg'a berdi? Menimcha hamma уже videolarimda ko'rdi shekilli nima sovg'a berganini, chunki menda yangi narsa paydo bo'lib qoldi. Hozir ko'rsataman. Tadam! Starbucksdan shunaqa suv idish sovg'a qildi. Ertalabdan beri suv ichib, ichim suvga to'lib ketdi. Chiroyliligidan ham ichkim kelib ketyapti. Starbucks kafesi Koreyada juda ham mashhur. Ko'p koreyslar Starbucksdan kofe ichadi. Ta'mi boshqacha deydi. Ramyonni ko'p qaynatib olmasanglar, shunaqa zo'r bo'lib chiqadi. Ta'mi juda ham boshqacha bo'lib chiqadi. Maksimum 2 minut qaynatsanglar bo'ldi, yetadi. Koreyada sovg'a berayotganda, odamlar bir-biriga sovg'a berayotganda, o'sha sovg'a qanchaligini chekigacha даже qo'shib beradi. Чтобы bilsin qanchalik pulga olganini, qancha pulga sovg'a olib berayotganini bildirish sifatida chekini ham ichiga solib qo'yadi. Yoki cheki bo'lmaydigan bo'lsa, sovg'ada o'zini narxi yozilgan stikeri bo'ladi. Menimcha O'zbekistonda sovg'ani narxini yashirib bersa kerak. To'g'rimi? 8 yil oldin shunaqa edi. Hozir bilmayman. Lekin Koreyada 8 yil oldin ham, hozir ham cheki bilan birga beradi. Koreyada bu oddiy hol. Nima deb o'ylaysizlar? Sovg'a berayotganda o'sha sovg'ani qanchaga olganingizni bildirish kerakmi yo bildirish kerak emasmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar.